aytaylikda. Margarin deyarli hamma hozir pishiriqlarda ishlatilyapti. O'zi aslida 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga margarinda pishirilgan pishiriqlar mutlaqo mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. Bu degani do'konlardagi birorta pishiriq mumkin emas 5 yoshgacha. Ming nimasi qadog'i qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar mumkin emas. Keyin yana pishiriqlarga eng xavfli palma yog'i ishlatilyapti. Raffinatsiya qilingan palma yog'i. Bu shokolad pastalarida ham bo'lishi eng mumkin. arzon shokoladlarda go'daklarni, hali yangi tug'ilgan go'daklarni sut kukunlarini tarkibida ham bor-da. Me'yorida qo'shilgan bo'lsa-ku mayli, lekin ba'zi sut kukunlarini suvga aralashtirishingiz bilan gup etib hidi keladi va me'yordan ortiq qo'shilganini sut idishini